Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan pechenye tayyorlaymiz. Kefir ustiga chaylik sodani solamiz. Tuzni solamiz. Shakarni solamiz. Tuxumni solamiz. Eritilgan sariyog'ni solamiz. Yaxshilab aralashtiramiz. Endi xamirimizni qorib olamiz. Shu suyuq massamizga unni solib olamiz. Endi yaxshilab qorib olamiz. Xamirimizni 10 daqiqa tindirib qo'yamiz. Hop, xamirimiz 10 minut tindi. 150 grammdan zo'la olamiz. Zo'la qilamiz. Yana 10 minut tindirib qo'yamiz. Brinzani qirg'ichdan chiqarib olamiz. Mozzarellani ham qirg'ichdan chiqarib olamiz. Mozzarella bilan brinzani aralashtirib olamiz birga. Hop, 120 grammdan qopto'l shakliga keltirib olamiz. Xamirimiz 10 minut tindi. Uni ochamiz. Xamir markaziga brinzali sirimizni joylashtiramiz. 20 minut oshiramiz. Pishirib yuboramiz. Dumaloq qilib pizzani shakliga keltirib olamiz. Hop, skorotkani yoqdik. Hech qanaqa yog' un kerak emas bo'ldi. Sariyog'ni pishirib yuboramiz. Qani o'zimga rukla yoqmaydi, o'zi ko'pchilik rukla qo'yadi. Qanaqa pomidorlar bilan bezatib bersak, juda ham to'g'ri bo'ladi.